Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Biz yana bir fayzli xonadonimizga buyurtma asosida mebellarimizni qilib topshirdik. Razmerlariga keladigan bo'lsak, bo'ylari 250 sm, uzunligi 580 G qilib qilingan. Oshxonamizga mana turetskiy sushilkalar qo'yib berganmiz, yaxshisidan. Mo'ykalari ham qalin mo'yka qo'yilgan, 70 lik. Taylari polni podsvetka qo'yilgan. Osha-moshalari, ruchkalari hamma yo'g'i zo'rdan qo'yilgan bunga. Osha-moshalar Polshaning GTV firmasiniki qo'yilgan. Vitishkasiga keladigan bo'lsak, vitishkalari 1000 kublik qo'yilgan. Birinchi qavatiga akril qilganmiz, uchinchi qavati ham akril bo'lgan. Kashtan firmasining Bru 8 lik akrildan foydalanganmiz. Stoleshnichalari 4 lik qo'yilgan bunga. 308 deyiladi. 308 lik qalindan qo'yilgan. Rossiyskiy bu ham. Xudo xolisa xizmatlari yaxshi. O'rta qatori bilan korpusiga mana shu dub vatandan foydalanganmiz. Rossiyskiy laminat dispi. Kargovlar qo'yib qilingan bunga. Mijoz xohishiga ko'ra kargovlar qo'yib berganmiz. Rohlilari ponni tandem qo'yilgan. Tandem rohli, xudo xolisa xizmatlari zo'r buni. Juda mustahkam rohlilar qo'yilgan. Kimga shunaqa chiroyli, sifatli mebellar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolisa qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib beramiz. Mana taylarni ko'ryapsizlar, musor paqirlariga solib beryapmiz. Xudo xolisa mana shunaqa qilib, plotniy qilib joylariga zo'r qilib tushirib beramiz.